videoda biz telefon qilish mumkin bo'lmagan telefon raqamdagi telefon qilib ko'ramiz. Va eng qizig'i, men internetda ko'rishim bo'yicha hattoki shaytonlarning nomeri bor deyishyapti. Menimcha bu klipli, bir qanday rostdan ham shayton yoki jinlar nomerimi yoki bu просто mifmi? Bu videoda shunga aniqlik kiritamiz. Va biz bu videoda internetda ko'rsatilgan top 5 ta eng dahshatli nomerlarga telefon qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, ko'pchilik kommentariyada aka qachon g'orga borgan videongizni qo'yasiz deb so'rashibdi. Bu videoni olish uchun to'g'risini aytsak, biz vashit boshqa viloyatga borib so'nggi qilishimiz kerak va u uchun sizlardan bitta narsa talab qilaman. Va u ham mani 370 ming obunachiga olib chiqinglar. Masalan, mana shu videoni o'zidan men olib chiqsanglar bo'ladi. Yani prosta pastga obuna bo'lish knopkasi bor, o'shani bosib qo'ying bo'ldi. Prosta shuning uchun mana 70% dan ko'p odam obuna bo'lmasa ko'rsatadi va siz hozirroq obuna bo'ling va hozir 350 nechta mingta bo'lsak, menimcha 5 mingmi yoki 12 mingmi odam obuna bo'lsa, o'sha biz 370 ming obunachiga ega bo'lamiz. Shuning uchun o'rtoqlar, davlat obuna bo'ling va biz 370 ming obunachidan keyin o'sha qo'rqinchli va har xil gap so'zlar yurgan g'orga borib o'shda video olamiz va tezda ekstremalniy bo'ladi. Va hammasi uchun like bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, endi video boshlandi. Endi birinchisiga telefon qilamiz. Xo'p, men hozir internetda o'qishim bo'yicha Tailandda shunaqa mif bor ekan, mana shu nomerlarga telefon qilinsa, u nechta kundan keyin o'sha telefon qilgan odamni o'ldirib ketar ekan. To'g'risi ham bu narsaga ishonmayman. Nima sinab ko'ramiz. Qiziqayotganlar uchun bu ma'lumotlarning barchasini silkasini men Telegram kanalimga joylashtirganman. 999 chiziqcha 99. Ya'ni nechta? 4 ekan. Xo'p, telefon qilib ko'ramiz. 999 Xo'sh, shunaqami? Da, prям shunaqa. Xo'p. Просто nimadir bo'lsa, rechon bo'lmaydi. Agarda уже video chiqishdan topib qolsa, bilinglarki, что mana nimadir sodir bo'ldi, qolib ketdi. Bilaman, qo'rqaman. Haqiqatan tashabbus binodamiz. Mayli. Xo'p. Siz noto'g'ri raqamga yopingiz. O'z telefonning qo'shimcha xizmatlari haqida ma'lumot olish uchun O'z telefonning nima ishlamadimi? Menimcha bir 3 marta chiqib ko'rish kerak, chunki mana siz noto'g'ri raqam bitta pauza bo'ldi. Sezgan bo'lsangiz. Men naqasmasa aslida sezmayman. Siz noto'g'ri raqamga yopingiz. Mana shu narsa nega bo'tdi? Bilmadim. Menimcha prosta internet uzilish bo'lgan, shunaqa tema bo'lsa kerak. Xo'p, boshiga plus chiqib terib ko'rsangiz nima bo'ladi? Xo'p, mana plus 99 lik. Xo'p, 123 12. Bu esa real yaqinroq. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again or call your operator to help you. Inglizcha gapiradi-da. O'chirib qo'ydi. Vyetnamning inglizcha gaplashmaydi, короче. Bu vashida Vyetnamga как shaytonning nomeri deb qo'yilgan internetda. Demak ishlamaydi-da. Lekin bilmayman, to'g'ri ishlamaydi-ya, u deysham. Серьезно. Ishlamaydi, to'g'rimi? Nima deysiz, xohlasangiz siz fikringiz? Bilmadim lekin. Ishlashmasangiz sizlar nima deysiz? Kommentarda yozib qoldiringlar va men bilan nimadir 2-3 kundan keyin sodir qo'rqib ketdi to'g'risi. Xo'p, men bilan 2-3 kundan keyin nimadir sodir bo'ladimi, yo'qmi? Buni men просто Telegram kanalga kuzatib borishingiz bo'ladi, chunki men o'ta har doim onlaynman. Ana endi ikkinchi, shayton nomeriga telefon qilib ko'ramiz. Mencha kulgili ishtirokda, momentlar ya'ni shu haqida qo'yishgan. Lekin xuddi shu paytda seriozno gapirganda, men ko'rgan rossiyskiy videolarda realniy nimadir bo'lib ketganda, o'shanga ham chin sal vahima paydo bo'ldi. Mayli, hamma keyingisiga o'tamiz. O'rtoqlar, endi navbat ikkinchisiga. O'rtoqlar, bilasizlarmi, bilmadim, men hozir internetda mana o'qishim bo'yicha Sadako degan daydi ruh bor ekan. Ya'ni yapon qizini daydi ruhi va u ovoz katta ekan. Qanaqa ovoz? Hozir eng qizig'i Sadako haqida gapirsam ovozimni yeyotganini bilasizlar. Mana shu haqida. Короче, voy, siz yetdimi? Sen boshlashan sizda. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar. Shuning uchun o'sha Sadako nomer telefon qilgandan keyin o'sha telefon qilgan paytinglar narigi xonadan sizlarga krik ovoz, ya'ni baqirish, o'sha qizning ruhini chinqiragan ovoz eshitilar ekan. Mana prям shu haqida yozilgan, silkalarni qoldiraman. Nomer ham taqoy, lekin gold nomer, короче. 0 mana 090 qolgan to'rlar, короче, nechtadir. Ketdi, telefon qilib ko'ramiz. Xo'p. Mana sizlarga ko'rsatib qo'ying. Xo'p. Eng qizig'i oxirida shu mo'shnisi bor.
eshitsa senga o'shashdan telefon qilyapsiz gudok ketadi-yu. O'shanga hali purs ko'tarishgacha dokumentni. Xo'p. 090. Xo'p. To'rtta 8 to'r ekan. 1 2 3 4 1 2 3 4. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. O'z telekomning qo'shimcha xizmati. Biz telekom shunaqa ishlaymi deyman. Xo'p, endi pirs bilan terib ko'ramiz. No, menga sal bilayman, yana qo'rqammi? Ovoz eshitdi. Kirikmas lekin qiz bolani baqirgan ovoz eshitish. Xo'p, xuddi mana shu nomer boshidan terib ko'ramiz. Baba ovoz eshitdi. Ha? Baba ovoz eshitdi. No, qiz bolani qiqirqimiz qo'rqitmay ketdi, qarang. 1 2 3 4 1 2 3 4. Pirs bilan terib ko'ramiz. Chunki O'zbekiston bilan faqat butun dunyo mana shu pirs bilan terilsa kerak. Yo'q, ovoz yo'q. Nimaga даже begona nomer demayapti bu? Shunaqa ham deyish mumkin, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bilmadim. O'chirib qo'yapti kimdir. Yo'q, shunaqa titrlar. Shunaqa bo'lishi mumkin ekan. Shunaqa ishlashi ham mumkin. Men internetda ko'rgan videolarda real ovozi eshitilgan narigi xonadan. Masalan, to'g'ri bizda eshitildi bitta. Mana. No bu javnaqa как реально женский emasdi. Toqda bu. Ha, bu toqda farqi bor. O'sha tarafdan duxum salyapti. Eshik olib qo'yamizmi bor? Yopib qo'yilishini. Qo'rqaman-da boshqa. Keling birga boramiz, keling. Seryozni boya. Men toq ketganga qildim. Bilet. Yopmayman men. Ozishdi. Mana eshitdim. Men sendan bo'ldim. Kimdir o'tdi. Kim bor? Bom. Ha, xamoraga. Bomshi bormi deyman. Xolos, hozir nima bo'ldi? Sadoqqa o'xshamadimi shunda? Yo'q. O'xshamadi deyapman mana. Yo'q. Video davom etadi. O'rtoqlar endi navbat uchinchisiga, lekin bunisi nisbatan ancha qo'rqinchliroq. Shuning uchun mana bu nomerdan Osiyo davlatlari juda ham qattiq qo'rqar ekan. Ya'ni bu nomerga telefon qilsangiz, qanaqadir erkak kishi, agarda sen bu nomerni 15 ta odamga tarqatmasang, seni o'ldiraman der ekan. Eng qizig'i Osiyo bizamiz. Biza Sredniy Aziya. Bizga aloqadordi, просто bu trend. Xo'p, nomer nechi? 1 3 0 4 0 ekan. Nomeri ham goldi, hamayli. Qanaqadir erkak kishi ko'taradi. Shunaqa. Ukajon, nomer 15 ta odamga tarqatma, hamayli biladi. Tarqatmasa o'lasan ekan. Xo'p. 3 4 3. Voy bilay, adashib ketdim. Xo'p, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Ketdi. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Bilay, izvordi bu kompaniya. Kutuvchi? Oxirgachami? Nima bo'lgan, lekin interesmi? Chunki Osiyoga aloqador bu va bizga aloqador. To'g'ri raqam berdingiz. Xo'p. O'z telekomning Ovoz o'zgaradi. Xo'p, oxirida nimadir deyish mumkinligini kutamiz. Xo'p, endi. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. O'z telekomning Velet. Xo'p, boshqa pirs bilan terib ko'ramiz xuddi mana shu narsani. Shuning uchun internetda Osiyoda deb yozilgan. Va biz Osiyodamiz, Osiyo ichidamiz biz. Va agarda bor narsa bo'lsa bo'lish kerak. Mana xo'p ketdi. Kechirasiz. Sizning hisobingizda mablag' yetarli emas. Iltimos, hisobingizni to'ldiring. Qanaqasiga? Mana xo'p, qani. Xo'p, boshqalarning telefon qilib ko'ramiz. Masalan, sizga telefon qilib ko'ramiz. Sizga emas, shoshmang. Aytgansiz anaqasi. Sistemga qo'ysiz. Ulug'bekga telefon qilib ko'ramiz. Mana qanaqasiga mana shu o'timda yo'q deyapti bu. Chaqirayotgan abonent apparati o'chirib. Ketyapti masalan, hisobingiz o'chib demayapti mana masalan. Da. Xo'p, masalan, mana ketdi. Yana telefon qilib ko'ramiz. Chaqirayotgan abonent apparati o'chirib. Nimaga hamma bittada o'chirilgan deyapti? Mana shu o'timda bor-ku. Bilet, nima bo'pti biz bilan mana shu yerda? Biz qolib ketmasa bo'ldi bu yerda. Ya bu tanki chiqishi muammo emas, lekin nimaga bittada hamma nomer o'chirilgan, hozir ikkita odamga ketma-ket o'chirilgan deyapti. Bu narsa bo'lsa ham hammalik o'chib bo'lsa vobshida. Bu ham o'chib. Ha, bu guzov ketyapti, bo'ldi. Guzov ketyapti, qarang, hammasi yaxshi. Bila. Xolos, demak, ya'ni shoshmay xuddi mana shu o'timda borligini isbotladim. Yana boshdan qilib ko'ramiz mana shu nomerga. Mana shu o'timda o'chirib o'tgan nomerga. Nimaga bu bunaqa deyapti o'sha yerda? Kechirasiz. Sizning hisobingizda
mablag' kechirasiz. Qani erkak kishini ovozi? Mablag' yetarli emas. Iltimos, Fake menimcha. No, da, fakeligi fake, lekin nimaga kompaniya bunaqa qilib ketib qoldi? Masalan, boshqa nomerlarga просто o'chirib qoldi. Bu yerda prям shotingda qolmadi deyapti. Menimcha shot yetarli emas deyapti-yu. Mana shu bu nomerga shotimiz yetmayapti. Nima qilyapti? Da, vроде shunaqa bo'lishi mumkin. Hammanglar, короче, o'rtoqlar ko'rdinglar, qanaqadir normalniy narsa bo'pti. Boshqa so'z topamadim. Xullas, ana endi Xo'p. Xullas endi 4-nomerga telefon qilib ko'ramiz. Hadi. Prям Bilib. ko'zi yo'q, kukla. No, bu bilan qanaqadir miflar bor, u haqida gapim kelmayapti. Chunki bu video haqida emas. Tak, hammanglar, tak. Qarish. Xo'sh, o'rtoqlar, navbat o'sha 4-siga va men eng qo'rqqanlarimdan bittasi mana shu. Ya'ni o'sha hamma asham aytayotgan shaytonning raqami, ya'ni 3-6. No, telefon ko'ramiz. No, mendan inshaalloh ketmaydi. 1, 2, 3. Громкий qo'yaylik. siz noto'g'ri raqamdingiz. O, opa, ezordingiz shunaqa degani. Nega bo'lmasa internetda aldashgan yoki O'zbekistondan tur? Вообще, блин. O'zbekistondaligimiz bizga problema tug'diryapti. Nimaga biz tushunmaymiz nomerga? Pirs bilan terib ko'ring. 6. Odamlar o'zi eshitadi. Noto'g'ri raqamdingiz. O'z telekomning qo'shimcha xizmatlari haqida ma'lumot olish uchun bir diqqat. Men o'ylagan narsa bo'lmadi. Ya'ni aynan kimdir ko'tarib nimadir bo'lishi mumkin deb o'yladim. No, Pirs qani Pirs bilan terib ko'ramiz. 1 bilan, chunki bir amerikanskiy nomer. Mana 3-6 ketdi. Siz noto'g'ri raqamdingiz. O, xuddi shu payt yana bitta nomer topdim, qarang. Mana 3-6, 4-6. Как bu nomerda aytilishi bo'yicha bu nomerga telefon qilsangiz, как o'sha haqiqatan bu nomer katta nomer shunaqa deyilgan ekan internetda. Da, qani buni qilib ko'raylikchi. 3-6-chi ko'taradi. Hop, Pirs birlik deb. Pirs birlik qilib ko'ramiz, chunki amerikanskiy nomer. Hop. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. To'g'ri. Amerikanskiy nomerga telefon qilamiz. Kechirasiz. Sizning hisobingizda mablag' yetarli emas. Nega bunaqa deyapti? Bilmadim. No, prям nimaga bunaqa bo'lyapti? Xo'p, qarang, общий video orqali shu paytda telefon qilib nima sodir bo'ldi masalan. 4 telefon qildik. No, ikkinchisi lekin real qanaqadir ovoz bor, voqima berdi lekin ikkinchisi qana yapon qiz haqidagisi. No, Sinqirgan ovozga o'xshaydi. qiz haqidagisi. Qiz haqidagisi. Qiz haqidagisi. Seriozmi? Mana shu tarafdan keldi. Shu boshqa tarafdan keldi-da, boshqa xonadan deyilgan-ku internetdan. No, shuni 4-si ham o'xshamadi. No, вроде lekin olishim bo'yicha men uchun lekin ikkinchisi sal o'xshadi. 50-50 ikkinchisi. Umuman o'xshamadi deyish xato. No, hammalar o'rtoqlar. Endi o'rtoqlar navbat eng qo'rqinchlisiga. Ya'ni aynan men uchun bunisi eng qo'rqinchlisi, chunki bu chista o'zbekcha nomer. Va biz o'zimiz bunga telefon qilganmiz, realni gudib ketdi. Xo'sh, endi navbat 5-siga. O'rtoqlar o'zi вообще-то umuman olib qaraganda, men mana shu uyni olmoqchi bo'lganimda birinchi o'lim men kelgan narsa 666 bu как shaytonning raqami bo'lsa, ya'ni shunaqa demoqchiman, agar odamlarning miyasi bo'lsa, shunaqa shaytonning raqami bo'lsa, bizdagi faqat 3-6 lik raqamlarni kimlar tutadi? Qanaqadir folbirlarmi yoki kimlargacha bilmayman. Shularga telefon qilib ko'raman, prям. Bu aynan mana bilaysiz oyog'ingizni? Oyoq просто shuning uchun oyog'imiz tegdi, anaqa narsalar. Men aynan nima uchun bu nomerga telefon ko'rmoqchiman? Chunki internetdagilar yolg'on bo'lib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Bu chista eksperiment bo'ladi. Ketdi, hop, masalan. Hop, 99 lik, 6 lar prям. Mana bo'lishi mumkin bo'lgan nomerlarni ham telefon qilib ko'raylik demoqchiman-da o'zimiz. Realni qaraganda. Chaqirayotgan abonent naborati o'chirilgan. Yoki xizmat Boyga dok ketuvdi ko'chada. O'chirilgan degan demak bor deganda bu. Da, gudok ham ketuvdi-yu. Yo'q, men bunday aytmasam. Men 90 lik ketdi. Hozir har xil kodlama qilib ko'raylik. Prям 6 lar. abonent band. Iltimos, Mana buni zaratga bo'lishgan ekan.
Dedim bo'ldi. Abonent band dedi hozir bilding? Yo'q. Ha? Aytib beraman. Abonent band dedi. Iltimos keyinroq javob Demak, bu bering. nomerdan kimdir tutadi? Yoki boshqa senga o'xshab telefonga yordamga javob beradi. Na. Ikkinchi marta bu tushundim. Ne ko'p kutyapti mana? Bilmadim. Abonent band. Iltimos. Yana qanaqa kodlar bizda? 91 degan bor-a? 91lik bor, 97lik bor, 93lik, 94lik. Bilet kimdir kod asli kimdir men bilan gaplashsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tamam. Menga shu nomerni berishdi. Kim bu uzr tanimadim. Bu taksini nomeri aka, kim berdi sizga? Uzr, adashib anaqaman. Nimani taksini deyishdimi? Nechilik qilding? 91lik. Taksistlar shunaqa nomer tutadimi? Taksistlar prям demon nomer berishadi, shoxlab qo'yib. Shayton taksi. Xullas o'rtalar sizlar mendan so'radinglar, aynan как shunaqa nomerni telefon qilib ko'ring deb va men shu eksperimentni qilib ko'rdim va o'rtoqlar, eng muhimi, hoziroq like bosing va pastda obuna bo'lish knopkasi bor, как подписаться yoki subscriber. O'shani subscriber, o'sha obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Chunki bu kanalda har xil shunaqa eksperimentlar va yana boshqacha challengelar ham chiqadi va hammasi siz uchun. Men bitta juda ham qiziqarli video turibdi va bu video ham sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Shuning uchun hozir o'tib ko'ringlar. Sizlar bilan omonxon bo'ldi va keyingi videoda ko'rishguncha. Ciao. Va aytgancha, Omonxon School uzun market haqidagi kursini sotib olib, o'zingizni onlayn do'koningizni ochib, pul topishni boshlang. Bu kursga hozirish uchun mana shu nomerlarga Telegramdan murojaat qiling. Aytgancha, biz birinchi potogimizga atiga 10 tagina odam olamiz. Shuning uchun shoshilinglar.